Turkiyada bitta narsani ko'rib shokka tushib qolganman. To'yimizdan keyin erim oilasini ko'rishga Turkiyaga borganmiz. Va sayohatimiz qish kunga to'g'ri kelgani uchun men xafa bo'lganman. Va erim meni xursand qilish uchun meni boshqa shaharga olib bordilar. Shunday qilib biz Yalovaga yo'l oldik. Yalovaga biz parom orqali borganmiz. Va meni lol qoldirgan narsa bu mashinalarni parom orqali o'tkazishlari. Boshida paromga chiqadigan joyga mashinada borsak, mashinani qoldiramiz deb o'ylaganman. Lekin keyin qarasam, mashinani paromning ustiga olib chiqib, ichkariga kirib ketdik. Yetib borganimizda esa mashinalarimizni olib, mehmonxonamizga yetib oldik. Yalovada esa mana shunaqa judayam go'zal manzara kutib turgan edi. Yalova shahri o'zining issiq termal buloqlari bilan mashhur. Bu manzaraga bitta ahamiyat bering, xuddi ertaklarga o'xshaydi. Bu videoni yasayotganimda shu rasmlarni ko'rib yana borgim kelib ketdi. Mashinalarni dengiz ustidan olib borish sizni lol qoldirdimi? Siz bunaqasini ko'rganmisiz? Video yoqqan bo'lsa, menga like bosib, obuna bo'ling. Hali ko'p hayratli videolar oldinda.